Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz kanalimiz ishtirokchilari. Bugungi video efirimiz uzumga bag'ishlanadi. Qish faslida, demak, uzumlarni qanday saqlash? Buni hozir mana bu xarita ko'zimizda ko'rinib turgan xarita orqali bir fikrlab, izohlab berishga harakat qilaman. Mana bu ko'zimizga ko'rinib turgan mana bu karta O'zbekistonda xaritasi hisoblanadi. Har bir viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi alohida ranglarda ko'rsatilgan. Demak, bugungi video efirimizda demak uzumni keyingi fevral oyigacha bo'lgan holatda demak qanday saqlash kerak? Shu xususida bo'ladi. Bugungi video efirini qilishimizga sabab 2026-yil 23 va 24-yanvardan boshlab O'zbekiston hududiga mana xaritada e'tibor bering. Xaritada mana Qoraqalpog'iston Respublikasi, mana Qoraqalpog'iston Respublikasini shimoliy hududlaridan bizga shimoliy tomondan hududlaridan O'zbekiston hududiga 23-yanvar kunidan boshlab sovuq siklon kirib kelyapti. Yaxshigina sovuq siklon. Qoraqalpog'istonda mana bu shimoliy hududlari, Orolbo'yi hududlarida harorat 25-24 gradusgacha, minus 25-24 gradusgacha boradi. Janubiy tomonlari, Usturt platosi janubiy tomonlari va Nukus shaharlari, aholi qalin zich joylashgan joylarda va qisman Xorazmda shimoliy hududlarida esa harorat 17-18 gradusgacha minus kuzatiladi. 23-dan boshlab. 24-kuni Navoiy va Buxoro viloyatlariga, 25-kuni Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati, Qashqadaryo viloyatlariga va 26-kuni esa Farg'ona vodiysi, Namangan, Farg'ona, Andijon va Surxondaryo viloyatlariga demak 26-kuni sovuq siklon kuchli ta'sirini ko'rsatadi. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? Demak, biz 23-yanvargacha, shu yilning 23-yanvar kunigacha ko'milmagan uzumlarni ko'mib qo'yishimiz kerak. Ayniqsa Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy viloyatining shimoliy hududlari, mana shu joydan tepa hududlar, mana tepa hududlarda albatta biz katta ehtimollik bilan 23-gacha ko'milmagan uzumlar bo'lsa, ko'mib qo'yishga harakat qilishimiz kerak albatta. Chunki hali yerlar kunduziga muzlamayotgan yerlar bor. Albatta ko'mishga yoki ko'mishga ulgurmasangiz o'rab qo'yishga harakat qilamiz. 24-kundan esa Buxoro, Navoiyning janubiy viloyatlari, mana shu hududlar, mana shu xaritada mana shu joylar, mana Samarqandda qisman g'arb tomonlari, Qashqadaryoning qisman g'arb tomonlariga sovuq siklon o'z ta'sirini ko'rsatadi va bu jarayonda bu yerda harorat 13-14 gradusgacha, minus 13-14 gradusgacha bo'ladi. Bu 24-yanvar sanasiga. Demak, shu 24-yanvar sanasigacha mana shu hududlardagilar uzumni yaxshilab o'rab qo'yish kerak. Yahob suvini ham qo'yib olinglar. Yahob suvini. Ko'pchilik yahob suvini poylayapti. Albatta bunga alohida e'tibor qaratamiz. 25-kuni esa Qashqadaryo, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari mana bu hududlariga bostirib kiradi sovuq siklon va bu sovuq siklon harorati minus 10 gradus, 11, 12 gradus, hatto Toshkent viloyatining shimoliy Parkent hududlari tomonida esa harorat hattoki minus 15, minus 16 gradusgacha harorat kuzatilishi mumkin. Bu jarayonda uzum uchun xavfli belgi, ya'ni sovuq urish holati kuzatilishi mumkin. Shuning uchun albatta demak bu jarayonda ham uzumni mana shu hududlarda joylashganlar 25-chislagacha o'rab qo'yishingiz shart. Yahob suvini 25gacha albatta qo'yishga ulgurib qolinglar. 26-kuni esa Farg'ona vodiysi, Namangan, Farg'ona, Andijon va Surxondaryo viloyatlariga bostirib kiradi va harorat minus 12, minus 13 gradus ko'rsatilyapti. Lekin o'sha kunlargacha bunday sovuqlar yana ko'proq kuzatilishi mumkin. Ya'ni yuqoriroq harorat bo'lishi mumkin bu joylarda. Shuning uchun albatta shu kunlarda ham demak e'tibor bering.
uzumlarni 26 chislagacha o'rab yoki ko'mib qo'yishga harakat qiling. Agar imkoni bo'lsa, mana shu O'zbekiston hududida, demak, bizga 23 chisladan boshlab butun O'zbekiston hududiga, shu bilan birgalikda Turkmanistonni hududi, Afg'oniston hududi, undan tashqari Qirg'iziston hududlariga, Tojikiston hududlarida ham harorat juda qattiq sovuqlar. Hatto mana bu yerda Qozog'istonda Shimkentda, Turkiston mana bu hududlarda ham juda ko'p joylarda uzum ekiladi. Bu hududlarda ham albatta ko'milgan yoki o'ralgan bo'lish kerak. Undan tashqari Tojikistonda juda ko'p katta hududlarida, Tojikistonda va Qirg'izistonda ham juda ko'p hududlarida uzum ekiladi. Ayniqsa O'sh, Botken, Jalolobod viloyatlari hududlarida ham juda ko'p joylarda uzum ekiladi. Bu yerlarda ham albatta o'ralgan bo'lish kerak. 23dan Qoraqalpog'istondan kirib kelish boshlansa, demak biz 23gacha biz demak bu ishlarni qilib, yoqab suvlarni berib qo'ygan bo'lishimiz kerak 23gacha. Bu demak uzumchilarni esidan chiqmasin. Faqat uzumchilar emas, balki boshqa demak mevasi borlar ham yoqab suvlarini bu hududlarda berishda harakatini qilishimiz kerak. Lalmikor yerdagilar uchun ham quvonchli xabarlar bor. Bu ham albatta katta hududlarga qorlar, yomg'irlar tushish ehtimolligi juda katta. Demak, shu munosabat bilan aytib o'tmoqchi edim. Demak, uzum bilan bog'liq holat sariq belgi, ogohlantirish belgisi O'zbekistonda kuzatilyapti. Ogohlantirish maqsadida guruhimiz a'zolarini qisman ogohlantirib qo'ydim. Uzum, anor, anjir, shaftolilar bo'ladigan bo'lsa, marhamat chorasini ko'rib qo'yishingizni so'rayman. Salomat bo'ling.